Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz navbatdagi yutug'imizni sizlar bilan bo'lishmoqchimiz. Ya'ni yaqinda bir tadbirkorga nisbatan noqonuniy soliq tekshiruvi bo'lganligi uchun biz sudda g'alaba qozondik. Demak, mana shu holatni batafsil tafsilotlarini sizga aytib bermoqchiman. Ya'ni holat qanday sodir bo'lgan? Bir tadbirkorga nisbatan soliq audit tekshiruvi o'tkazilgan. Ya'ni mana shu tekshiruv bo'layotgani haqida tadbirkorga nisbatan ma'lum qilinmagan. Faqatgina qachon ma'lum qilingan, demak, tekshiruv tugallanib, uni chaqirgandan so'nggina tadbirkor bilyaptiki, unga nisbatan soliq tekshiruvi o'tkazilgan. Demak, tekshiruv natijasiga ko'ra tadbirkorga nisbatan 1 milliard 300 million so'm miqdorida ortiqcha soliqlar hisoblanganligi ko'rsatilgan. Tadbirkor bundan norozi bo'lib, demak, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qilgan, lekin murojaat asossiz rad etilgan. Biz mana shu holatni ko'rganimizdan so'ng, o'zi soliq tekshiruvlarini o'tkazish tartibi bor. Ya'ni bu Vazirlar Mahkamasining 1-sonli qarori va Prezidentimizning 374-sonli qarori, ya'ni qanday qilib tadbirkorga nisbatan tekshiruvlarni belgilash haqida tartiblar belgilangan, buni ko'pchilik yaxshi biladi. Demak, mana shunday holatlarda soliq audit tekshiruvi qanday o'tkazish haqidagi, ya'ni A dan Y gacha tartib belgilangan. Mana shu boshidan oxirigacha protsessual harakatlar noqonuniy rasmiylashtirilgan. Ya'ni bu kundek ravshan edi. Mana shunday holatda biz Toshkent shahar biznes ombudsmanga murojaat qildik. Biz ularga rahmat aytamizki, chunki bizning murojaatimizdan so'ng qaysi soliq organ xodimi tekshiruv o'tkazgan bo'lsa, unga nisbatan tadbirkorga nisbatan noqonuniy tekshiruv o'tkazganligi sababli ma'muriy javobgarlikka tortildi. Ya'ni bazaviy hisoblash miqdorining 40 baravar miqdorda jarimaga tortildi. Shundan so'ng biz soliq tekshiruvi qarorini haqqi emas deb topish to'g'risida ma'muriy sudga murojaat qildik. Ma'muriy sud ko'rib chiqish davomida biz o'sha biznes ombudsman vakilini ham jalb qildik. Biznes ombudsman vakili aytdiki, haqiqatan bunga nisbatan noto'g'ri tekshiruvlar amalga oshirilgan degan ko'rsatmani berdi. Biroq sud tomonidan bizning arizamiz rad qilindi. Nima uchun rad qilinganini biz tushunmadik. Chunki o'zi bu holatda haqiqatan tadbirkor soliq to'lash kerakmidi degan savol tug'iladi. Real holatda. Ya'ni mayli tekshiruvni bir joyga qo'yib turaylik, real holat to'lash kerakmidi degan savol yo'q. Demak, buni soliq organ xodimi ham bilib turibdi. Faqatgina texnik xatolik sababli, ya'ni hisobotlarni noto'g'ri topshirganlik sababli ushbu holat yuzaga kelyapti. Lekin hisobotni noto'g'ri topshirgani uchun mana shunday holat yuzaga kelayotgan bo'lsa, Soliq kodeksining 9-moddasiga ko'ra, demak, soliq organ xodimlari ushbu qonunchilikni to'g'ri ishlashida soliq to'lovchilarga hamkorlik qilish shartligi belgilanyapti. Ya'ni hisobotni noto'g'ri topshirmadimi, soliq organ xodimi aytish kerak-ku, sen noto'g'ri hisobot topshiryapsan. Demak, mana shu hisobot noto'g'riligi uchun senga ortiqcha soliqlar hisoblanadi. Hisobotingni to'g'rilab qo'ygan. Agar to'g'rilamasang, keyin yopishtiraman deganda u to'g'ri bo'lardi. Demak, mana shunday holatlar sudlarga ayon bo'lyapti. Ya'ni haqiqatan bu yerda soliq tashkilot tomonidan, demak, tadbirkor bu yerda xato qilyapti, ya'ni texnik xato qilyapti, lekin bu yerda ham tekshiruvda ham xatolik qilyapti. Ya'ni ikkita xodim tomonidan ham texnik xatoliklarga yo'l qo'yilyapti. Ya'ni bunday holatda albatta soliq to'lovchi foydasiga hal qilinishi kerak edi. Lekin birinchi instansiya sudi nima uchundir arizamizni rad qilyapti. Biz bundan norozi bo'lib, apellyatsiyaga murojaat qildik. Nihoyat apellyatsiya instansiyasi sudyalari tomonidan ish jarayonlari adolatli ko'rildi. Ya'ni o'zi to'g'ri savollar qo'yildi yerda. Xo'p, ikkalanga ham xato qilibsan. Ya'ni bu texnik xatolik qilibdi, soliq organ xodimi ham tekshirishda xatolik yo'l qo'ygan. O'zi buning tagida, o'zi aslida soliq to'lanishi, soliq hisoblanishi kerakmidi, yo'qmidi degan savol ko'tarildi. Ya'ni bu to'g'ri ko'tarildi. Bunday holatda soliq organ xodimi ham aytdiki, agar hisobotlar to'g'ri topshirilganda soliq hisoblanmasdi dedi. Va mana shu shartnomalar orqali yuzaga kelgan, boshqa tadbirkor bilan ishlangan shartnomalar ko'tarilganda, demak, bu hamkor korxona barcha soliqlarni to'laganligi ma'lum bo'ldi. Ya'ni bitta xizmat uchun nima uchun u tashkilot ham soliq to'laydi, nima uchun bu tashkilot ham soliq to'laydi degan savollar ko'tarilgandan so'ng, demak, sud birinchi instansiya qarorini bekor qildi va yangi hal qiluvchi qaror qabul qilib, soliq organ xodimining
demak qarorini, ya'ni tekshiruv qarorini haqqi emas deb topdi va adolat tantana qildi. Demak, mana shunday holatlar yuz berdi. Ya'ni tadbirkor 1 milliard 300 million so'm ortiqcha soliq to'lanishi oldi olib qolindi. Agarda sizda ham mana shunday tekshiruvlar bo'lib, siz ham mana shu tekshiruvlarni noqonuniy deb hisoblasangiz, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizni holatingiz, ya'ni hujjatlaringizni batafsil yuridik ekspertizadan o'tkazib, sizga xulosa berishimiz mumkin va qonuniy yechimlar taklif qilishimiz mumkin. Demak, mana shunday tahliliy videolarni o'tkazib yubormaslik uchun ushbu kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Hamda yoqtirmani bosib qo'yish esdan chiqmasin.